Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Qurban hayitimiz muborak bo'lsin. Bugun 7-oyning 21-kuni Xinhua agentligining xabar qilishicha, Xitoy Markaziy siyosiy byurosining a'zosi Wang Yang mushu oyning 19-kunidan 21-kuniga qadar vatanimiz Sharq Turkiston Aqsu shahrida jiddiy yig'in ichibdi. Yig'inning ko'lami xil bir qadar cho'ng bo'lib, Xitoyning ko'plagan muhim yerlaridan xili ko'p xodimlar qatnashibdi. Yig'inning asosli temasi bo'lsa, 8-navbatlik qarshi tarafni qo'llash Xinjiang xizmat yig'ini ekan. Xitoy markaziy hukumati Xinjiangning xizmatini qaytadan tangshash, ko'zdan kechirish uchun maxsus guruh tashkillab, Wang Yang mushu guruhining mas'uli ekan. Atalmış Xinjiangning vaziyati bir qadar jiddiy bo'lib, Markaziy tashkilot ishxonasi, Davlat taraqqiyot va islohot komiteti, Davlat ishlari mahkamasining davlat mulkini nazorat qilish va boshqarish komiteti, Beijing, Tianjin shaharlari, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong, Henan, Hubei, Guangdong o'lkalarining rahbarlari va Bingtuan rahbarlari bu yig'inda alohida so'z qildi. Bu yig'inning ko'lami mana mushu darajada cho'ng bo'libdi. Xitoy markaziy hukumati nima uchun tuyuqsiz Wang Yangni guruh tashkil etkizib, atalmış Xinjiangning Aqsu shahri kelib yig'in ochdi degan bu masalaga kelsak, Xitoy bilan Amerika o'rtasida urush portlab qilish ehtimolligi bor ekan. U chog'da vatanimiz Sharq Turkiston Xitoyga nisbatan muqimsiz yerga aylanib qoldi ekan. Bu vaziyatni to'nigan Xi Jinping iqtidorliq deb qaragan markaziy hukumat siyosiy byurosining doimiy hay'ati bo'lgan Wang Yangni Xinjiangga avatibdi. Wang Yang atalmış Xinjiangda xizmatlarni ko'zdan kechirish, xizmatlar ustida tangshash ib bordi ekan. Yig'inda asosliq ta'kidlangan so'zlar bo'lsa, xalqning ra'yiga beqish, xalqning orzusiga kapolatlik qilish, atalmış Xinjiangga davomli yordam berish, mushunga o'xshash Uyg'urlarni aldaydigan sapsata shuarlar ekan. Amaliyotda Wang Yangning asosliq maqsadi bo'lsa, urushga tayyorlik xizmatlarini ko'zdan kechirish ekan. Chunki hozir xalqarodagi vaziyat intayin jiddiy bo'lib, Amerika davlati Xitoyga taqobil turish uchun Afg'onistondagi urushni oxirlashtirib, keng ko'lamlik askarlarini chekindirib, butun kuchini Xitoyga markazlashtirib yetibdi. Amerika davlati harbiy kuchini Hindu Tinch okean taraflariga yo'tkazib yetibdi. Mana shunday vaziyatda Afg'onistondagi Talibanlar qaytadan bosh ko'tarib, ta'sir kuchi hozir Xitoyning chegara bo'ylari qadar yetib kelibdi. Xitoyning andish qildigan yeri bo'lsa, Talibanlar orasidagi Sharq Turkiston qurolli guruhidan andish qiladi ekan. Xitoyning andish qildig'ini Xitoy hukumati Talibanlarni qo'llab beraversa, Talibanlar kuchayib, taraqqiy qilib, Sharq Turkiston zaminiga besib kirib qolsa, Xitoy uchun cho'ng tahdid bo'ladi ekan. Navoda Amerika davlati Xitoy bilan Tayvan dengiz tavalligida, Janubiy dengiz tavalligida yoki Sharqiy dengiz tavalligida urush ichib qolsa, u chaqda Hindiston chegara bo'ylari, Afg'oniston chegara bo'ylarida cho'ng bo'sish xarakterlik vaziyat yuz berib, Taliban askarlarimi vatanimiz Sharq Turkistonga besib kirish ehtimolligi cho'ng deb qaraydi ekan. Uning ustiga atalmış Xinjiangda hukmronlik qilayotgan Xinjianggo Xi Jinpingning yo'l yo'rig'i bo'yicha nurg'unlagan lagerlarni barpo qilib, qattiq qo'lliq bilan Uyg'urlarni qirg'in qilish siyosatini ilib borgan. Natijada xalqaroning g'azab nafratiga uchrab, Amerika davlatining sobiq hukumati Prezident Trump va Pompeo apandilarning Xitoy qarta Xitoy hukumati insoniyatni yo'qotish jinoyatini sodir qildi, Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik qildi deb dunyoga jakoladi. Buning bilan Xitoyning obrazi butunlay yerga urildi. Uning ustiga hozir Henan o'lkasida kelkun opti bo'lib, Xitoy hukumatini texmi jiddiylashtirib yetib beribdi. Ehtimolga yaqin zaman ichida Sharq Turkiston masalasi, Tibet masalasi, Tayvan masalasi, Hong Kong masalasi, Xitoyning Sharq-Shimol masalasi bir vaqtida krizis yuz bersa, bir kechada Xitoy hukumati gumron bo'ldi ekan. Shunga Wang Yangning atalmış Xinjiangga kelib yig'in ichishi bu rayondagi vaziyatni muqimlashtirish, vatanimiz Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqimizga Xitoy markaziy hukumatining yaxshi siyosatlarini keng ko'lamli tashviq qilib, quyruq ko'rsatib o'pka sotmoqchi ekan.